Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızda bo'lsin. Xitoyning Uyg'urlar Türk emas degan sapsatisiga ministerdan javob. Xitoyning Anqaradagi bosh elchixonasi o'tgan hafta bir ziyofat o'rinlashtirib, millat vakillari, yuqori darajali davlat xodimlari, ommaviy tashkilotlarning vakillari, jurnalistlar va akademiklardan bo'lib ko'p sonda kishini da'vat qilgan. Bu uchrashuvda Xitoy o'zining Islom Sharqi Turkiston va Uyg'urlar haqidagi sapsatilari tunishtirilgan 42 betlik kitobcha tarqatgan bo'lib, uningda ko'plagan joyda islomga haqorat qilgan va yana Uyg'urlarni turk emas deb bildirgan. Mazkur 42 betlik kitobchadan axborotga oshkorlanib ketgan mazmunlar qattiq g'ulg'uli qo'zg'adi. Turkiyadagi bir qism akademiklar Xitoyning Turkiya ichida turib turklarni haqorat qildigan darajada jur'atkor bo'lib ketganligini ayblashdi. Jumladan Isa Yusuf Aliptekin vaqti raisi doktor Ömerqul apandimi bu sapsatalarga ijtimoiy uchur sahifasida raddiya berib, mening qarashimcha bu yig'inga qatnashgan mehmonlarning hech qaysisi bu kitobchani o'qimadi. Chunki o'qilgan bo'lsa, hech bo'lmaganda tarixni biladigan kishilar islom dinini haqoratlash va turkchilikka sal qarashni asos qilgan bu tashviqot risolasiga qarish turgan bo'ladi deganlarni bildirdi. Mazkur tema o'tirg'a chiqqandan keyin Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu'ning bundan 4 oy burun Germaniyaning Myunxenda ochilgan bexatarlik yig'inida bir muxbirning Uyg'urlar haqidagi bo'libmi Xitoyning Uyg'urlarni turk emas degan sapsatisi so'ralganda bergan javobini aqllarga keltirdi. O'z vaqtida ministr Çavuşoğlu Xitoyning Uyg'urlarni aslida turk emas degan sapsatini o'tirg'a qo'yganligini bildirib, bizmi bu masalani kulkulik shaklda kun tartibga elib keldik. Bundaq bayonotlarni to'g'ri deb qaramaymiz. Bizning Uyg'urlar bilan etnik, din, kultur va tarixiy bog'lanishimiz bor. Albatta ular Uyg'ur turklaridir. Bularga turkchini biz majbur o'rgatmadik. Turkchini bizdan chiroyli so'zlaydi. Shunglashqa buningga o'xshash bayonotlarning to'g'ri va foydali emasligini do'stona bir shaklda aytdik deb javob bergan edi. Kuzatuvchilar ministr Çavuşoğlu'ning bu so'zlarining o'ziningla Xitoyning qayta ko'tarib chiqqan bu sapsatisiga berilgan eng kuchli javob ekanligini bildirishmoqda. Biliyorsunuz Çin'den bazı açıklamalar da geldi. Uygur Türklerinin özünde Türk olmadığını, etnik olarak olmadığını söylediler. Biz de esprili bir şekilde bunu tabii gündeme getirdik. Böyle açıklamaları doğru bulmuyoruz. Bizim etnik, din, kültür ve tarih bağlarımız var. Ve bizim Uygur Türklerinin meseleleriyle ilgilenmemiz gayet normal. Tabii ki bunlar Uygur Türküdür. Yani bunlara Türkçeyi biz zorla öğretmedik. Bizden daha iyi Türkçe konuşuyorlar. Dolayısıyla bu tür açıklamaların da faydalı olmayacağını, doğru olmadığını da dostane bir şekilde söyledik. Xitoy Yunnanda islom madaniyatini yo'qotish harakatini davomlashtirmoqda. Zimiston to'rining 29-iyundagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Kommunist partiyasi Yunnandagi musulmonlarning do'kon va oshxonalardagi hilal oy belgisi va boshqa arabcha yeziq hamda belgilarni majburiy amaldan qoldirgan. Bu yil 3-oydan 5-oygacha Yizu Abtonom oblastining poytaxti Yizu shahrida 70 tungan do'konining viviskisidagi islom belgisi va arabcha belgilar bo'yab o'chirib etilgan. Ba'zi do'kon xo'jayinlarining aytishicha, yerlik shaharlik hukumat JX idorasi, shahar boshqarish idorasi va boshqa tarmoqlarning amaldorlari ulardan do'kon taxtasiga arabcha yozilgan halol belgilarini tozalashni yoki belgi taxtasini almashtirishni talab qilgan. Bo'lmasa ularning tijorat kinishkisi bekor qilinganligi, yerlik amaldorlar buning Xitoy markazining buyruqi ekanligini, belgilarni tozalash harakatining mamlakat miqyosida elib berilganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq munosabatlik hujjatlarni musulmonlarga ko'rsatmagan. Yerlik doirlar og'zaki uqtirish qilib, ularga markazdan hujjat avatmaganligini, arab tilining hamma yerdan elib tashlanishini talab qilganligini aytgan. Bir kavobxonaning xo'jayini muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoy Kommunist partiyasining musulmonlarning e'tiqodini bostirishning sababi yo'q ekanligini, agar tunganlar qarshilik ko'rsatib qoida so'zlasa, Xitoy amaldorlari ularni to'polon qilish bilan ayblab jinoyat bekitib qo'lga olganligini, Yizu shahrida asosan arab tili cheklanganligini hamda arabcha maktab ochishga ruxsat qilinmaganligini, musulmonlar bo'lmasa bu rayon 50 yilda butunlay Xitoy bo'lib ketadiganligini aytgan. Yana bir imomning oshkorlashicha, Yizu Abtonom oblasti Lufeng nahiyasida
Bultur 12 aydan bu yil 5 aygacha 62 do'konning viviskisidagi islom belgilarining hammasini majburiy oldirib o'tgan. Undan boshqa Xitoy doiralari barliq masjid gumbazlarini elib o'tishni buyurgan. Musulmon erlar masjidning sirtida oq to'ppi kiyolmaydigan, ayollar hijoblanolmaydigan holatga kelib qolgan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 5 oyda Yunnan o'lkasi Kunming shahri Chongqing noyasidagi 176 tungan do'kondagi barliq halol belgilari majburiy amaldan qoldirilgan. TikTok Xitoy bilan sonliq ma'lumotni o'rtoqlashmaydiganligini bildirdi. Hindiston vaqt gazetining bugungi xabarida bildirilishicha, Hindiston Xitoy bilan aloqasi bor 59 ko'chma qo'llanuvchan appni cheklagandan keyin TikTok Xitoy bilan sonliq ma'lumotlarni o'rtoqlashmaydiganligini bildirdi. Birlashma hukumat Hindistonning egilik huquqi va butunligiga, Hindistonni qo'g'dash, davlat bexatarligi va ommaviy tartibning bexatarligiga bo'lgan andishasi sababli dushanba kuni TikTokni o'z ichiga olgan Xitoyga munosabatlik 59 yonfun applarni cheklaganligini e'lon qilgan edi. Markaziy hukumat tarafidan cheklashga buyurilgan 59 ko'chma qo'llanuvchan applarning biri TikTok bo'lib, TikTok shirkati seshanba kuni o'zining abonentlari to'g'risidagi uchurlarni Xitoyni o'z ichiga olgan har qanday chet el hukumatiga yetkazmaydiganligini, abonentlarning maxfiyatligi va samimiyatiga ahamiyat beradiganligini, bundan keyinmi unda qilmaydiganligini ta'kidlagan. Hindiston hukumati 59 ko'chma applar va to'g'ri qo'llanuvchan programmasining cheklanganligini e'lon qilib, bir necha soatdan keyin TikTok shirkati bayonot e'lon qilib, shirkatning munosabatlik aloqador taraflar bilan ko'rishishga taklif qilinganligini, ko'rishish orqali aloqador masalalarga aniqlama berishni o'ylashganligini bildirgan. Hindistonning Xitoy bilan munosabati bo'lgan 59 app detalini cheklashning sababi Xitoy bilan Hindiston o'rtasida yuz bergan Galvan vodisidagi ziddiyatning kuchayishidan boshqa yana mazkur applarda tarqatilgan noto'g'ri istillar, shahvoniy mazmunlar bo'lganligi mutaxassislar tomonidan alohida tilga ilingan. Hindiston Galvan vodisiga T-90 tiplik tanki o'rinlashtirdi. Hindiston vaqti gazetining bugungi xabarida bildirilishicha, Hindiston quruqliq armiyasi Sharqi Ladakhdagi uzunligi 1597 kilometr keladigan chegara LAC bo'yiga T-90 tiplik tanki o'rinlashtirgan. Bildirilishicha, bularning hammasining Sharqi Ladakhdning hozirgi holatini tinch asliga keltirish, eng nachar ahvolga tayyorlik qilganlikning belgisi ekan. Hindiston armiyasi 6 dona T-90 boshqariladigan bomba etish tankisi hamda oldingi qatordagi kichik tipdagi tanki atar o'rinlashtirgan. Hindiston quruqliq armiyasi yana piyoda askarlar jang mashinalari hamda 155 mm-lik zambiraklarni Sharqi Ladakhdning uzunligi 1597 kilometrlik chegara bo'yiga o'rinlashtirgan. Cho'shul rayoniga 2 tanki polki o'rinlashtirib, Spangur bo'shliqi orqali qilingan hujumlarni betchit qilishga tayyorlik qilgan. Gerçi Xitoy armiyasi chekinishning bir qismi sifatida LAC rayonidagi to'qinish haqida kelishim tuzmoqchi bo'lsa-mu, ammo Hindiston armiyasi yana tayyorligini puxta qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Hindiston havo armiyasi va Hindiston dengiz armiyasi jang rayoniga yaqin yerga o'rinlashtirilgan. Xitoy havo armiyasi askarlarining ko'pinchisi Sharq Turkistonning Taklamakan qumliqi Xotan rayoniga joylashgan havo armiya bazasidan uchib, urush rayoniga kelishi kerak ekan. Xotandagi havo armiya bazasining LAC bilan bo'lgan orliqi 240 kilometr keladigan bo'lib, Hindiston armiyasiga taqobil turish uchun o'rinlashtirilgan Xitoy havo mudofaa qurollari mo Xotanga o'rinlashtirilgan. Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan tug'ut cheklash siyosati haqida tadqiqot dokumenti e'lon qilindi. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Uyg'urlarni tug'maslikka majburlaganligi haqida tadqiqot dokumenti e'lon qilindi. Dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoy Sharq Turkistonda majburiy tug'ut cheklash va majburiy bola tushirish usuli orqali nupus kontrol qilish siyosatini yo'l qo'ygan. Amerika Xitoyni Uyg'urlarga qaratilgan tug'ut cheklash siyosatini darhol to'xtatishga chaqirgan. Germaniya olimi Adrian Zenizning dushanba kuni e'lon qilgan dokumentida bildirilishicha, Uyg'urlarning Xitoy tarafidan homildorlikdan saqlanish operatsiyasiga majburlanganligi Sharq Turkistondagi Uyg'ur ko'p sonliqni egallaydigan 2 rayonda 2016-yildan beri tug'ilganlarning soni shiddat bilan ozlab ketganligi. Bu sonliq ma'lumotlar Xitoyning rasmiy hujjatlari va yerlik ayollar bilan elib berilgan suhbatlar orqali to'plangan bo'lib, ba'zi ayollar tug'maslik operatsiyasiga majburlanganligi, rad qilganlarning jazo lageriga avatilish bilan tahdid selinganligi o'tirg'a qo'yildi. Muxbirlar Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijiandan mazkur dokumentga aloqador savol so'raganda, Zhao Lijian bu dokumentni asossiz deb aybladi
hamda atalmış Şinjan xalqi hozir muqim va inoq yashayotidi deb bildirildi. Amerika hukumati dushanba kuni Xitoyning Sharq Turkistondagi majburiy homildorlikdan saqlanish operatsiyasini yo'l qo'yish siyosatini darhol to'xtatishga chaqirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bu haqda qilgan bayonotida Xitoy Kommunist partiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarning tug'ish va ko'payishini cheklab, bola tushirishni majburiy yo'lga qo'yayotganligini bildirib, Xitoy Kompartiyasini bu vahshiy qilmishni darhol to'xtatishga chaqirdi. Nuri Turkal Uyg'ur masalasida Xitoyga qarata Magnitskiy qonuni qatorliq qurollarning ishga solinishi kerakligini bildirdi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal 28-iyun Bloomberg radiosining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasiga qarata Amerika va uning ittifoqdoshlarining Magnitskiy qonuni qatorliq qurollarni ishga solishi kerakligini bildirdi. Nuri Turkalning ta'kidlashicha, Yevropadagi davlatlar Amerika bilan hamkorlashib, Amerikaga o'xshash Xitoyga davomli besim ishlatsa, shundaqla Magnitskiy qonuni qatorliq embargo qurollarini ishga solsa, bu Xitoy doiralarini Uyg'urlarga qarata muomalasini o'zgartirishga majburlaydi ekan. Nuri Turkal bu so'zlarni Bloomberg radiosining riyosatchisi David Westonning ziyoratini qabul qilganda qilgan. U Amerika hukumati Uyg'urlar uchun so'zlashni davomlashtirsa va boshqa davlatlar uningga ishtirok qilsa, buning Xitoyning xarakterini o'zgartirishga majburlaydiganligi. Lekin Xitoyning hozirga qadar buningga majburlanmaganligi, chunki Amerikaning an'anaviy ittifoqdoshlarining uningga sukut qilib kelganligini bildirdi. Nuri Turkalning ta'kidlashicha, xalqaro jamiyatning bu masaladagi tanqidiy pozitsiyasi va Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'dak Xitoyga izchil chaqiriq qilishi, shuningdek bu chaqiriqlarning Xitoy iqtisodiy manfaatiga berib taqilishi uning pozitsiyasini o'zgartirishida unumli rol o'ynaydi ekan. Nuri Turkal Amerika hukumatining qo'ldagi mavjud embargo qurollarini, shundaqla dunyodagi boshqa hukumatlarning Magnitskiy qonuniga o'xshash embargo qurollarini tang ishga solishi kerakligini bildirib, biz Xitoyning xarakterini o'zgartirishga majburlamoqchi bo'lsak, uningga Uyg'urlarning hayotini texnika siniqining tajriba materiali qilib davomli ishlatilmaydiganligini his qildirishimiz kerak degan. Joe Biden 1 milyondan ortiq musulmonning lagerlarda tutib turilishi mantiqsizlikdir dedi. Amerikaning sobiq muavin prezidenti Demokratlar partiyasining prezident nomzodi Joe Biden Xitoyning 1 milyondan ortiq Uyg'urni lagerlarda tutib turishining mantiqsizlik ekanligi uningga qarish turadiganligini bildirdi. Bidenning Uyg'urlar haqidagi bu so'zi uning Amerika musulmonlariga qartilgan saylan planida tilga elindi. Joe Bidenning ta'kidlashicha, agar u prezidentlikka saylanib qolsa, Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlariga qarshi gap qildi ekan. Shundaqla bu qo'rqinchli bostirishda javobgarligi bor shaxs va shirkatlarni javobgarlikka tortadi ekan. Joe Biden yana Hindistondagi Assam, Kashmir, Bermadagi Rohingalik musulmonlar haqida to'xtalgan. U Kashmir haqida Hindiston hukumatining zarur tadbirlarini elib, Kashmirdagi barliq xalqlarning huquqini asliga keltirishi kerakligini bildirgan. Joe Biden Uyg'urlar haqida mundaq degan: Xitoyning g'arbida 1 milyondan ortiq Uyg'urning majburiy qamalishi mantiqsizlik. Men prezident bo'lib suhbatimda Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlariga qarshi so'zlayman. Bu qo'rqinchli bostirishda javobgarligi bor shaxs va shirkatlarni javobgarlikka tortaman. Uyg'ur masalasi Turk dunyosi ilmiy muhokama yig'inining asosli temasiga aylandi. Türkiye parlamentidagi muhim o'qituvchi partiyalardan biri bo'lgan, shundaqli qurilgan kundan tartib Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasiga ko'ngil bilib kelayotgan iyi partiyasi sin ko'rinishi orqali o'tkazgan Turk dunyosi ilmiy muhokama yig'inida Uyg'ur masalasi alohida temaga aylandi. Tunilgan tarixchi Ilbar O'rtayli yig'inning ochilish nutqida Xitoyning Turk dunyosi uchun buyuk xavf ekanligini, Uyg'urlarga qarata razil siyosat elib berayotganligini ta'kidladi. Yig'inning ochilish nutqini iyi partiyasining raisi Meral Aqshanar xonim bilan tunilgan tarixchi professor doktor Ilbar O'rtayli apandi so'zildi. Meral Aqshanar xonim ochilish nutqida Turk dunyosining ba'zi joylarida bo'libmi Sharq Turkistonda zulm va besim borligini ta'kidlab mundaq dedi. Turk dunyosiga qaraydigan bo'lsangiz, hamda boy madaniyatni ko'rasiz, hamda zulmga uchrayotgan qarindoshlarimizni ko'rasiz. Bugun Turkiyani boshqarayotgan hukumatga qaraydigan bo'lsangiz, musulmonlik, ya'ni ummat ko'z qarashi bilan siyosat elib berayotganligini ko'rasiz. Lekin biz iyi partiyasi Balqonda, Sharq Turkistonda, Iroqda, Suriyada, Tuvada, Gagavuziyada, Ozarbayjonda, O'zbekistonda, Qirg'izistonda va Turkmanistonda yashayotgan qarindosh xalqlarni madaniyat, kultur va iqtisod jihatdan bir gavda deb qarab siyosat elib boramiz.
Biz bu qarindosh millatlar bilan bo'lgan munosabatga va ularning masalalariga alohida ko'ngil bo'lamiz. Arqadan dаңlıq tarixchi professor doktor Ilbar O'rtayli ichilish nutqi so'zildi. U nutqida Xitoyning Türk dunyosi uchun buyuk xavf ekanligini, Xitoyning ikkiyuzlamachi ekanligini, Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan siyosatining razil siyosat ekanligini bayon qildi. U so'zni mundaq boshladi. Turkiyada Amerika va Rossiyaga qarshi Xitoy bilan do'st bo'lamiz deydigan bir ko'z qarash o'tirg'i chiqdi. Vaqtliq buni tushunishga bo'ladi. Lekin shuni bilishimiz kerakki, Xitoy Türk dunyosi uchun buyuk bir xavf. Buning oldini olish bak qiyin. Biz Türk Cumhuriyatlarini Xitoy bilan jadal qilinglar demaymiz. Ammo Xitoy xavfiga qarshi tadbir olish kerak. 27-iyun kuni atgan soat 10 dan kech soat 7 gacha davomlashgan Türk dunyosi ilmiy muhokama yig'ini O'rta Sharq davlatlaridagi turklar, Balqandagi turklarning mavjudiyati, O'rta Osiyodagi turkiy millatlar, O'rta Osiyodagi turklar, Rossiya va Kavkaziyadagi turk millatlari qatorli qismlardan tarkib topgan bo'lib, Uyg'ur masalasi maxsus bir qism holida Sharq Turkistonliklar chekayotgan dard alamlar temasida o'tirg'i qo'yildi. Yig'inning ichilish marosimidan keyin Ilhom To'xtini qutuldirish guruhining mas'uli Anvarjon apandi yig'inda mundaq dedi. Hurmatli partiya raisi, hurmatli parlament a'zolari, qimmatli o'qituvchilar, xonimlar, apandilar va Türk dunyosiga ko'ngil bo'layotgan yig'in ahli hammanglarga mazlum ezilayotgan Sharq Turkistonliklar nomidan ehtiromimni bildiraman. Biz hozir qimmatli o'qituvchilarimiz bilan birlikda Sharq Turkiston to'g'risida sizlarga ma'lumot berishga tirishamiz. Anvarjon apandi oldi bilan sobiq parlament a'zosi O'rxon Qovunjo apandini so'zga taklif qildi. O'rxon Qovunjo apandi Uyg'urlarning tarixi to'g'risida qisqacha ma'lumot bergandan keyin Sharq Turkistonning besib elingan zamin ekanligini, bu zaminni Xitoy o'zining qilib olish uchun Sharq Turkistondagi Uyg'urlar boshda turk xalqlariga irqiy qirg'inchilik elib berayotganligini, buningga G'arbiy Turkistondagi jumhuriyatlarning ko'ngil bo'lishi kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Arqadan Anqaradagi Hoji Bayram universiteti tarix professori Qonur Alip Erjilasun apandi 2000-yillarda Sharq Turkistonni aylangan vaqtidagi ta'sirotlarini anglatdi. U Xitoyning Urumchi, Turpan, Qashqar qatorliq shaharlardagi Uyg'ur madaniyatiga oid tarixiy asari atiqalarni yo'q qilib, o'rniga Xitoy madaniyati aks ettirilgan haykallarni tiklayotganligini, Xitoyning madaniyat qirg'inchiligi elib berayotganligini, buni to'xtatish kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Anqaradagi Uyg'ur instituti mudiri, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi bo'lsa, nuqtali holda Uyg'ur davosining chet eldagi vaziyati to'g'risida ma'lumot berdi. Erkin Akram apandi yig'inda Amerika Kengash va Avom palatalarida ma'qullangan 17-iyun kuni Amerika prezidenti Donald Trump imzo qo'ygan 2020-yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasi to'g'risida ma'lumot berdi. Gollandiyada yolg'iz kishilik namoyish 3-yiliga qadam qo'ydi. Gollandiyaning Amsterdam Dam maydonida o't yurak Uyg'ur faoliyatchi Abdurahim G'ani apandi tarafidan Xitoy tajovuzchilariga qarshi boshlangan yolg'iz kishilik namoyish 3-yiliga qadam qo'ydi. Xitoy virus sababidan bir mezgil namoyishni maydonda to'xtatishga majbur bo'lgan Abdurahim G'ani apandi 28-iyun yakshanba kuni qaytadan namoyishni boshladi. U kuni 3-yiliga qadam qo'ygan namoyishning ochilishida so'z qilib, "Men bu qarshilik harakatimni to'xtatmay izchil davomlashtiraman. Sizlarni Uyg'urlar bilan bir safda turib, Xitoyga qarshi harakat qilishga chaqiraman" deganlarini bildirdi. 2020-6-28 kuni men hozir Amsterdam Dam maydonida yolg'iz namoyishimni boshladim. Hammanglar bilgandek, men 2018-6-23 kuni bu Dam maydonida yolg'iz namoyishni boshlagan. Hozir sap 2 yil bo'ldi. 3-yillik qadam qo'ydi. Men bu namoyishimni izchil davomlashtirmay to'xtatmayman. Beijing Hong Kong xavfsizlik qonunini ma'qulladi. Xalqaro taratqularning xabarlariga qaraganda, Xitoyning yuqori darajalik qonun chiqarish organi bo'lgan Mamlakatlik xalq qurultiyi qonunni ovoz birligi bilan qabul qilgan. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi Hong Kongda yo'lga qo'yilishi planlanayotgan markaziy hukumatni og'dirishga tashabbus qilish, vatanga xiyonat qilish va davlat bexatarligini xavfga ittirish deganda qilmishlarni man'iy qilishni mazmun qilgan davlat xavfsizlik qonunini ma'qulladi. Xalqaro taratqularning xabarlariga qaraganda, Xitoyning yuqori darajalik qonun chiqarish organi bo'lgan Mamlakatlik xalq qurultiyi qonunni ovoz birligi bilan qabul qilgan. Shu joy vaqti soat 9 da boshlangan yig'indagi ovozga qo'yish faoliyatining 15 minut ichida oxirlashganligi 162 nafar doimiy a'zoning hammasining qo'llab bilet tashlaganligi bildirildi. Qurultayning ma'qulligidan o'tgan mazkur qonunning 1-iyuldan tortib kuchga ega bo'ladiganligi qayd qilindi.
Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətiki proqramımızı görüşəcək. Sizlərlə Cənab-ı Allah tapşırımız. Şunaqla proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət etmən. Assalamu alaykum və rahmetullahi taala və barakatuh.